Ajabmi qattiq chiqdi bu bo'ron. Odamning qo'qqisini keltirib. Bu yil o'riknimi yemaydigan o'xshaymiz. O'g'irlarning hammasini to'kibatdi bu kasofat bo'ron. Kiring. Assalom ballalarim. Oy. Ajabmi qattiq chiqdi bu bo'ron. Uyda sham tekatgan. Sizlarda sham bormidi? Yuqorg'i sizlar. Bo'ldi, xo'sh bolam. Mana Rabixana. Rahmat, sizlarni avval qildim, ha bolalar. Ey, birdan o'tirmaslamamdi. Bo'ldi, xo'sh. Ajabmi chiqdi bu bo'ron. Sizning uyqungiz kelmayapti-da? Ha. Uyqum qechib ketdi. Nimishqadir ko'nglim ansiz. Xuddi bir ish yuz berdigandeklar. Bo'ron chiqayotgandan keyin shundaq to'yi. Voy. Ne görsiz? O'yliq chiqib qarab baqay. Hozirlik kiraman. Bichara Rabixan anını birisi öldürüyüptü. Nim deydigansiz odamni qo'rqitdi. Rost öldürüyüptü. Öy içini o'ngtay qilibdi. Rahmatlining beshig'i bir narsa bilan urgan chig'i. Bosh ko'zi qip-qizil qon. Endi qanday qilamiz? Siz uyda o'ldirib turing. Men berib soqchiga xabar qilay. Yo'q. Men siz bilan birga boraman. O'zim yolg'iz qo'rqid ekanman. Amsi yurma. Buling. Oy buling. Mana. Adam var mı? Rabixan anını birisi öldürüyüptü. Adam var mı? Rabixan anını birisi öldürüyüptü. Adam var mı? Vay, adam var mı? Rabixan anını birisi öldürüyüptü. Adam var mı?
Şunu deyme, bichara momayni o'ltiribdi. Nima sababli o'ltirgandi? Ah, ko'ngil ayoliydi. Rabixacanni nima ish qilib Ah, ömrida ko'gilik bu. Anglashlar qaraganda Rabixaning ota-onasi ayni vaqtda katta boykanmish. Hozirgi odamlarda insof qolmabdi, jumo. Bichara ayolga qiyirganda nima ko'gilik? Kirib ko'ra baqay. Ay, to'xtanglar. Izni yo'qitib qo'ysizlar. Saqchilar kelganda andi ko'ringlar. Saqchilar kelsin. Andi kiringlar, ha? Ah, ko'ngil momaydi. Soqchilar gap. Yo'lni boshlanlar. Bu ishni tunji bo'lib sezgan kim o? Men. Sen? Ha. Bu ishni qanday sezib qolding? Bir chaqda eshikning taraqchigan ovozini anglab, sirq chiqib qarasam, Rabixon onning eshigi ochiq turibdi. Nima ish bo'lgandi deb kirib qarasam, voqea yuz beribdi. Soat nechilarda marhumning uyiga kirding? Bilmayman, soatga qaramabdi ekanman. Shuningdan beri taxminan soat qancha vaqt o'tdi? Taxminan 1-2 soat o'tdi-ku deyman. Hozir soat 3 o'tdi. Demak sen 1:30larda o'yliq chiqibsan-da? Balkim. Shu chaqich uxlamay nima ish qilding? Bo'ron chiqayotqachqa uyqum kam edi. Hammanglar kirib uxlanglar. Yig'inglar. Vaqani tang'atgan tekshiramiz. Avlod, sen mi kirib uxla? Bo'linglar. Qaranglar. Kirib uxlay. Uyinglar ketinglar. Ozmaydi. Bo'linglar, chaqa bo'linglar. Uyinglar qaytinglar. Inson emasmi? Shu. Mavlan, çay tayyor bo'ldi. Hech mijozim yo'q. Nimishqa? Kecha marhumning qip-qizil qon ichida yotganini ko'rib, tenim shurkangandek bo'ldi. Shuning ta'sirimikin qarayib qopti. Bak qizib ketibsiz-ku. Nashdan keyin doktorxonaga berib keling, bo'lamdi. Eliq to'nsoqchi so'roq qilib kelar yana. Mevlan qani? Mijoz yo'q, uyda yotgan. Chaqirib chiqing. O qani? Hozirla chiqdi. Bu o'zingizning uyimi? Yo'q, rahmatli Rabixa momayning uyi. Ijaraga o'tirayotgan. Bu yer turayotganlarga qancha uzun bo'ldi? Mavlam turayotgan 2 yil, mening kelganimga 20 yildan oshdi. Mevlan sizning nimangiz? Erim. Erim? Nomus qilmay davatgan gapini qara buning. Men nomus qildik nima ish qildim? Odamlar qildigan ishni qildim. O'g'irlik qilmadim, buzuqchilik qilmadim. Yaxshi ko'rgan odamimga tegdim shu. Sen Meni izlab kelgan ekansiz. Gap so'zingiz bo'lsa, menga deng. Begunoh xotin kishini teriktirib nima qilasiz? Bo'ldi, gapni as qilma. Bechora momayni o'ldirib o'tibdi. Beshig'i bir narsa bilan urgan chig'i, bosh ko'zi qip-qizil qon turdi. Shu chaqich uxlamay nima ish qilding? Ular Mavlandan gumon qilyapti.
Umi xams emgen insan emasmi? Azmaydigan Allah debdikan. Mümkün emas. Olanım deydi. Çay var mı? Sharafat, sizning so'raydigan azroq ishlar bor. Men bilmayman. Hozir diloda biroz ilgirlashpa. Biz Jippuchini Rabixa momayning uyini ijaraga o'tirayotgan Mavlon to'g'rildik. Sizlarmi hamkorlashib bo'ladi. Bizmi amal qilib sizlar bilan hamkorlashamiz. Kecha Mavlon sirtqa chiqib ketib, qanchalik vaqt uyga qaytib kirdi? Hayal o'tdim. Marhum bilan bo'lgan munosabatinglar qanday edi? Yaxshi. Rabixan ona ish kuchlari bo'lsa Mavlonni yordamlashga chaqiratdi. Nayiqish degandek ishlarga men yordamlashatdim. Ba'zi zeriksiz bizning uyga kirib, birdan yerimdan o'ltirib chiqib ketadi. O'zaro tamoq sunishatdik. Siz uyingizni qaytib berib, yaxshiroq o'ylab beqing. Siz rost gap qilmadingiz. Biz sizni yana izlaymiz. Shu chaqda yana xufsalik qilsangiz, o'zingizga, eringizga yaxshi emas, uqdingizmi? Qaytib keting. Yey, bichara momayni shunchalik qiynab o'tiribdi. Ay, qaranglar, bularcha shu qo'rida o'tirdi. Saqchilar mushna erdan gumonlanib yetib, azmaydigan Alloh debdikan. Bulardan taxas bo'laylar, jumo.
Mevlam, bu seni kolga iliş buyruğu. Üzüleme. Siz bana. Şarapet, menden ensirmem. Mening günahsızlığımni siz bilisiz. Uzunluqqa yenib chiqaman. Bana. Ne gapirma nada? Saxchidarsiz. Assalom. Voy, keling qizim, keling. Yuqori o'tding ha? Bo'ldi, rahmat. Mumkin bo'lsa Ranagul bir necha oqshom hamra bo'lib qo'nishib beranikin deb kirgan edim. Uyda yolg'iz qo'qir ekanman. Bo'lmamdigan. Ranagul, ochingizga hamra bo'lib bir necha kun qo'nishib bering. Birdam o'ltirib chiqmay. Bo'ldi, rahmat. Ma'qul, xo'sh emisa. Turmush. Sen nemanchi Marek? Nemanchi sirliq? Götürme kız ne? Allah'ın kelgan kızgancımı, appak kız. Nagim aldınız? Başbaq deymamsa şunu içikilimiz. Kulun koyunmuş. Kulun kusmama. Adam baba. Vay can. Vay can. Vay adam. Hey! Xat to'xtatdi juma. Xat to'xtatdi. Bana. Rahmat sizga. Qo'rqmang. Ular ketdi. Rahmat. Yuring, men sizni olib qo'yay. Yuring. Tanışıp qalaylı. İsmim Mevlam. Sizningchi? Sharaf. Muhabbetlik tiniqlardan behushdur jismim. Sehrlandim sevgilimning
çılgır yıldızlardan özüme vuran gözlerimde quyoshning tepti nuri bor oychi çılgır yıldızlardan özüme vuran derya kaynaydı çok oldu yüreğim çekirim taptırdın canım yüreğimi taşlasam derya kaynaydı bilgin sen sevgimin vafanımsın Sizga bir gapni demoqchi edim. Dadam sizga qo'shilmaydi ekan. Nima? Meni boshqa birisiga yotliq qilmoqchi. Qo'shilmaydi? Assalomu alaykum uka. Assalomu alaykum Davud aka. Qanday ahvoling? Hech turdingmi? Qanday qo'shildimi? Hay Mevlanjon uka. Sharafetning ota-onasi qizimizning besh bog'liqlik deb turib oldi. Shuncha gap qilsaqmi qo'shilmadi. Keyin bir gap bo'la. Ko'nglingni to'la yerim qilma. Mening ozroq ishim bor edi. Keyin ko'rishamiz. Ma'qul Davud aka. Xo'sh. Assalomu alaykum oblis qarim. Va alaykum assalom. Kaslar. Yani shu Mevlanning ishi bilan keldinglarmi? Ha, shu ish bilan kelgan. Men sizlarga oldin qitim uchiq qilib qizimning beshi bog'liqlik deb aytqaydim-ku. Shundoq, lekin pekin deganlar nimasi u? Gap bo'lsa uchiq demaslar. Bizning demakchi bo'g'inimiz, o'g'limiz Mevlanjon bilan Silining qizlari Sharafetxonning bir-biriga mayli ekan. U ikkisi oralashyotgani xeyli bo'pti. Nima? Mayli ekan dedilmi? Mening oldimga nomus qilmay mushkatni ko'tarib kelishdimi?
Mening uyimda-chu, nomusni bilmaydigan unda qiz yo'q. Ota-onasining og'zi qarmaydigan unda qizni qizim deyishga mo tilim bormaydi mening. Gap bo'lsa shu, har qaysilari xaf bo'lishmay, asti ketishvaslar. Yo'l olsun. Mansla. Qandaq degan gap bu? Xap. Chaqirsa iti yo'q, tutsa sibi yo'q. Mushunda qari yedim qiz-a. Men qizimni bermanmi? Texondaq avlus qari to'lg'ani yo'q. Mushundaq nimaliga? Men qizimni bermanmi? Undaq avlus qarimtag'i to'lg'ani yo'q. Hey, nomusni bilmaydigan odam emas, qanjuq namgan dayus. Men seni mening yuzimni to'kson deb baqtirman ha? To'xta! Nemishqa men gap qilyapsam, oldimda kesib o'tsan, ha? Hey, yog'och quloq, ota-oni gap qilganda vaqo, bilmabdiman ota deb bosh egib turibsiz. Mana! Baqaras. Sharafat. Men qarag'ana qizim. Dadangmu bir yerni o'ylab deydi. Mevlam bo'lsa bir qari yetim. Uning bilan to'y qilsam, aqviting qandoq bo'lar? O'ylab beqib bir aqib ish qilasan bolam. Dadangni ranjima. Appa. Men Mevlamni yaxshi ko'raman. Balam, dadang bizning tuqqanning o'g'li bilan ishqinlarning to'y ishini deyishib qo'yibdi. Ularning o'g'limi obdan odam bo'ldi. Shunga pat arada to'yinglarni qilib etimiz deb o'ylashib qo'ydik. Uning bilan to'y qilsang baxting keladi emasmi? Emas. Bu mumkin emas. Men tegmayman. Tegmayman. Ya Mevla? Mevla? Sharafetning to'yi bir haftadan kim bo'lar ekan? Nima? Asta. Yolg'iz uni eplashib ketmabsan. Qanday? Bu bo'lib qachar ekan? Maqlabsan, men ket. Uzatmadimi? Xo'sh. Sharafat, keldingizmi? Boshqa ish yo'qmi? Davudga! Men Mevlon! Davudga! Ha, mana.
Assalomu alaykum Davud. Bu alaykum assalom bolalarım. Tinchlikmi? Qani, uy kiringlar. O'zingizga ayon Davudga, Sharofatlarning oilasiga ko'p qatim elchi kirgizgan bo'lsam-mu, lekin ota-onasi faqat qo'shilmadi. Amalsiz Sharofatning roziligi bilan bu yerga qochib kelib oldik. Bu yerda sizlardan boshqa yaqinim bo'lmaganligi uchun sizlardan yordam so'rab keldik Davudga. Mundaqda o'g'lim. Sening ishing, mening ishim. Men dadang rahmatlik hayot vaqtida nihoyat yaxshi o'tgan. Qadinaslarni edik. Bo'ladi. Men sizlarga cho'qim yordam beraman. Rahmat sizga Davudga. Bo'ldi, tuzit qilmanglar bolalarım. Qani, choy ichinglar. Ablis qari. Ish bu darajaga yetganda bolalarning rayiga boqayli. Ularning bir-biriga mayli bor ekan. Ular hozir bir uyni ijaraga kelib o'ltirib etibdi. Yaqinda ular to'y xati olmoqchi ekan. Nima? Mening unda qizim yo'q. Ar nomusni bilmaydigan unda qizdan u dunyo bu dunyo kechdim. Meni yumshab qolarmikin deb xamxel qamison. Hech qanday ishiga ega olmayman. Bosuğamgımı destigizmeymen. Keştim unda qizdan. Tavsiyang. Davudga mejab kelmaydi. Bizni uyga borganmidi? Dadam qo'shilganmidi? Dadangiz endi qo'shilib qola. Davudkam keldi. Kesla Davudga. O'ltiringlar bolalarım, o'ltiringlar. Qani. Qani, tavuz asla. Tavuz asla Davudga. Qani, xo'sh. Qanday holda Davudga? Qizim, men dadangizning yeniga bordim. Dadangizning payli bek yomon. U bu ish qo'shilgandek emas. Men dadangizga ko'p gap qildim, lekin ta'sir qilmadi. Yana texe u mening gapimga kirmadi. Mening unda qizim yo'q. Hech qanday ishiga endi aralashmayman. Niyatida yonmaydigan bo'lsa, bu uyga ikkinchi oyoq bosmasin deydi. Hech qisi yo'q bolalarım. Ko'nglinglarni yerim qilmanglar. To'yinglarni oddiy sodda bo'lsa-mu, mana men o'tkazib berman bolam. Qizim Sharofat, ko'nglingizni to'q tuting qizim. Vaqtning o'tishi bilan dadangizning achchig'ini yenib qola. Rahmat Davudga. Yaxshiliklarni hargiz unutib qolmayman. Bo'ldi, tuzit qilma bolam. Senmi mening o'z o'g'limdeklar. Mundaq bo'lsin. Sizlar hozirlar o'zinglar turishlik kentdan tanishtirish olib kelinglar. Ondan to'y xati elinglar. Nikoyinglarni mana men o'qitib qo'yaman. Chapsan bo'linglar bolalarım. Vaqtni chang tutinglar. Bo'ladi. Hozirda berib tanishtirish olib elinglar. Ems biz ma'ndoq Davudga. Ma'qul, beringlar. Shuji, qizim Sharofat kelib, sizlardan tanishtirish olaman deb qolsa, yizib berdigan ishni qilib qolmayli. Uningda bo'lmasmikin? Hay, bo'lmaydigan narva ekan. Bo'ladi. Sizlar yizib bermisizlar, qolgan ishga o'zim ega. Sizlarga hargiz gap gapirmayman. Amsa ishlar shundoq bo'lsin. Ma'qul amsa, mana. Bo'ldi. Bo'ldi. Uzatmisizlar. To'y xati olmoqchi edim, tanishtirish ispasin. Sizga tanishtirish xati qilib bermaymiz. To'y ishingizga ota-onangiz qo'shilmaydi ekan. Shunga sizga tanishtirish xati qilib bersak-mu, to'y xati olmaysiz. Mening ishim to'y qilish ishiga yetdi. Xapolmay ispagan bo'lsangiz. Undaqda turarsangiz bo'lmaydi. Sizga tanishtirish xati yezib bermaymiz.
Davudka. Ha? Davudka. Tanıştırışını hep geldim. Mübarek olsun oğlum. Yaxşı qıpsan. Eli şarapet mi xatni ep gelse işanla asalla el boludu. Bunu obdan sakla ha. Maqul. Oy to'xtag'na, tamoq yeding mi? Yo'q. Uyda tamoq bor bolam. Oy, Sharafat qizimni kep qoldi mana. Sharafat qarang tanishtirish qog'ozi. Sizning-chi? Qanday bo'ldi? Ola oldingizmi qizim? Boldirim, qaranglar, xush xabar. Qaranglar, men sizlarga nima deb keldim? Ko'rib beqinglar. Tanishtirish qog'ozi? Shundoq o'g'lim. Buni qanday hal qildilar Davudka? Boldirim, tunugin sizlarning g'amkin holatinglarni ko'rib, bakmi bearam bo'ldim. Shunga bugun atdigandila noilik munosabatli kadrlar bilan ko'rishib, sizlarning umumiy ahvolinglarni dedim. Ular ahvolinglarni tushungandan keyin mahalliy komitetiga telefon qilib, ularga buyruq tushirdi. Shuning bilan ular amalsiz bu tanishtirishni yezib berdi. Endi hozirli berib, to'y xati elvidinglar bolarim. Chapsan bo'linglar, tez beringlar. Ma'qul Davudka. Rahmatni keyinda hozirli berib to'y xati elvidinglar. Chapsan bo'linglar. Qadrlik, mehribon acha. Qanday ahvolimiz? Yaxshi turibsizmi? Sizni bekni sevdim. Taqdiki hadamga to'y qilganligimiz o'xtirib qo'yay deb xat yozib tatdim. Apa? Apa? Vay canım balam. Yaxshi otamsan. O'zing qandaqroq? Yaxshi apa. O'zingchi? Yaxshi balam, bizmi o'tdan. Yaxshi. Dadam qandaqroq turibdi? Dadammi o'tdan. Yaxshidir. Mushkullarda dadamning sabray o'rlab turdi. Ko'ziga hech nim ko'rinmaydi. Sen odam avat deb kechirim so'rayman deb shirmigin. Keyincha yaxshilashib qolamiz balam. Salomatligingni ko'proq asirg'in. Xudoyim men ko'rishadigan chaqlar kelar. Xudoyimga omonat. Xayr, xush. Mevlan, tamaq pişti. Meni kechirmasang bo'lmasmi? To'g'ri. Men sizlar topgan loyiqli unimni o'zim sevgan sheklim bilan to'y qildim. Dada, mening tanlash huquqim, insoniy qadr-qimmatim bor. Mening baxtimni ozroq bo'lsin o'ylab qo'ysanglar bo'lmasmidi? Men sizlarni pushtimlarni tomg'an yurak paranglar.
Canım dada. Sharafat, canım balam. Mençi bolsa o işkinlarning to'yini obdan o'tkazib. Sizlar bilan birga o'tgim bor edi. Afsus, dadangning mijozi shundoq tursa, mening nima ilojim deysan? Bu yoqqa qarasam sen, u yoqqa qarasam dadang. Hay. Ikki toshning o'tirsida qizimga qisilib qoldim bu bolam. Sharafat. Mevlan hoşnanlarning uydan bulab chiqqan mal dunyoni ne ko'mib qo'yding? Unda qish yo'q. U hech narsani bulg'ini yo'q. Yalg'a aytyapsan. Yo'shirib qolaman deb ham xiyol qilma. Mevlan hammani xira qildi. Uning Rabiha mo'min o'ltagini ras. Mal mulklarni sana achiq tagini ras. Sen ularni nega yo'shirib qo'yding? Yo'q. Unda qish bo'lmagan. Undaqda ering yalg'a aytqa o'xshamamdi. Rostini ayt. Men hech nimani bilmayman. Yana saming sep qo'yay. Bizning prinsipimiz ixro qilganlarga kengchilik qilish. Qarshilik ko'rsatganlarga qattiq chor ko'rish. Yo'shirib qo'ygan zangmalni topshirib etsang, Mevlonni qo'yib berishimiz mumkin. Agar biz bilan qarshilashsang, Mevlanning gunohi eg'irlashidi. Sinimi bo'sh qo'yib etmaymiz. Biroq men undaq narsalarni bilmayman. Rostini bilmayman. Yolg'on so'zlama. Mevlan hammani xira qildi. Men yolg'on so'zlamadim. Yolg'on so'zlagan bo'lsam, yaratgan ega meni u dunyoda emas, bu dunyoda yana hozirning o'zli qor yuz qilib etsin. Meni Fatima hada deb chaqirsangiz bo'ladi. Bu ayol meni nimaga izlab kelgandi deb o'ylayotgansiz. Shunga gapning o'chig'ini sizga aytay qizim. Erim ikkimizning pensiyaga chiqqanimizga bir necha yil bo'lgan. Erim o'tgan yili tugab ketdi. Bizning birmi farzandimiz bo'lmag'ashqa yolg'iz qoldim qizim. 10 necha yilning oldida bir bola beqib olgan edik. Shu chaqlarda 7-8 yoshlardigu deyman. Keyin 18-17 yoshga kiribla ota-onasining yoniga qechib berib elib, qaytib kelgan unimidi. Balalik uy bozor, balasiz uy mozor deb bika aytmabdikan. Bu ay bachaqlarda mangamo faqat bilinmabdikan. Bu ay ketibla bakla g'erib sinib qoldim qizim. Adam yoshda cho'ngaygan sari yolg'izlik his qiladigan bo'lib qolar ekan. Ayollar mudiridan ahvolingizni uqqandan keyin qishingizga kelishim. Xolisingiz men bilan birga turing. Sizmi yolg'izkansiz, menmi yolg'iz? Ikkimiz birlikda tamoq etib yeymiz, kir yuyimiz, g'ung'ur-mung'ur paranglashimiz qizim. Talvimni rad qilmang. Yolg'izchilik yomonkan qizim.
Ha. Bu yer küçük kilo ağamıdan. Ha. Ben teksini burunqı belamdan izlep yürüttüm. Neymiş var idi? Sana şunu eskertip koyay Şarapet. Mevlan o bir katil. O türmüden mengü çıkamaydı. En yaxşısı onundan ümidini üz. Siz adamın neyim kıl demekçi? Birinci, Mevlan'dan alakanı üzüşün gerek. İkinci, dadağının aldığı verip toğu kılışın gerek. Toğu kısın degen dadamın tələbi mi? Şundak. Hem dadağının, hem biz uruk tuqalarının tələbi. Dadamga aytib qo'ying. Ular ma'qul desa, men qaytib ketishga tayyor. Burun apamga shundoq degan. Ammo tovuq qilishni shart qilmasin. Men tovuqdek ish qilmadim. Dadang sana yaxshilik qilishni o'ylayotsa, yana sen tarsalik qilmoqchimi? Dadam menga nima yaxshilik qilishni o'ylab yetibdi. Biz topqanni yaratmay, nadik bir soyun bilan qechib ketib, ota-onangning ham biz urug' tuqqanlarning yuzini to'kding. Anlasak, sen hozir eg'ir ekansan. Bundaq yuriyversang, o'zing qilinib qolasan. Eng yaxshisi, ajrish to'g'riliq bir iltimos yoz. Qog'inni o'zim to'g'rilab beraman. Ondan seni tuqqanlarning birsiga chetib qo'yamiz. Kimga? Sabitjonga. Dadam menga yaxshilik qilib, ashu Sabitjon degan bekadalatga chatmoqchi ekan. Dadamga aytib qo'ying. O'lsam dadamni oldiga egilib bormayman. Og'zingni ushtma. Dadam meni baxtdi, cho'ng qildi, dadli qarzni ado qildi. Endi o'z kunimni alolig'idek bo'ldim. Xudo bergan rizqimni yeyman. Mening ishlarimga sizmi kuyinmayli qo'ying. To'xta! Tov Xudoyim, tov. Ba'zi ota-onalar nemish shuncha rahimsiz keladigandir. Ular farzandlarining xotirjam yashashini, yaxshi kun ko'rishni xohlamaydigandir. Bolalarning xotirjamsizligi, ko'z yoshlari ular uchun tomoshadir. Tamaq yan qizim. Elana. Qizim Sharafat, nimaga ko'nglingni yerim qilyapsan? Ko'nglingdagi andishangni, g'am qayg'ungni tushunib turibman. Hargiz o'rinsiz xayollarni qilma. Yaratgan egam o'zi osonlik berdi qizim. Nimadan ansiraysan? Men cho'g'u, ha? Sana o'zim qarayman qizim. Sharofatning Mavlonni pat arda qo'yib berdi degan orzulari shamol so'qqan kuldek qayoqlag'idu g'oyib bo'ldi. Ota-onasi bilan aplashib qilishning yo'lini etildi. Uning beshiga kelgan bu kulfatlarga kim javobgar bo'lishi kerak? Qo'shnisini o'ldirib etib qechib ketgan noma'lum qotil yoki Sharofatga o'shsiq qilib qotillik vaqasidan bir tarafdan xulosa chiqargan soqchimi? Yoki bo'lmasa qopiga yomon dadisi? U o'z taqdiridan ajablandi. Turmushning bu qadar rahimsizligidan asablandi. Qalbi hasratga to'ldi. Uning kimlarningdir bag'riga o'zini etib, beshiga kelgan dard alamlarni birma-bir aytib bergisi. Uningdan keyin qong'udek bir yig'lavoq bo'ldi. Ko'ngli tug'itni jangga o'xshadi ekan. Balkim bu jangda men g'alaba qilishim mumkin. Yoki bo'lmasa yordam bo'lishim, hatto halok bo'lishim mumkin. Qanday bo'lishini kim biladi? Anam yanimda bo'lsa, bek yaxshi bo'lardi. Cho'ng oppa, Qo'pma qizim, asta-asta. Oy.
qo'rqyapman cho'ng appa. Nimadan qo'rqyapsan qizim? Tug'utimda bir ish bo'lib qolamdikin deb. Shu ishmidi? Qo'rqma. Xudo o'zi osonlik beradi. Doktorlarmi asali boshundirdi qizim. Navbat ular meni qabul qilmasichi? Nimishqa amdi? Nimishqa qabul qilmaydi ekan? Qabul qiladi. Seni doktorxonaga o'zim opiraman. Bu ishlardan g'am qilma qizim.